Assalomu alaykum. Ismim Jamshidbek. Hozirda 20 yoshdaman. Kodial zamonaviy kasblar o'quv markazida grafik dizayn kursida o'qiyapman va hali kursimiz yakunlanmasidan Farg'onadagi Wall Street o'quv markazida grafik dizayner bo'lib ishga qabul qilindim. Grafik dizayn sohasi hayotimda katta o'zgarishga sabab bo'ldi. Oldinlari kuryol bo'lib ishlardim. Yozda issig'ida, qishda sovug'ida ishlashga majbur bo'lardim. Lekin hozir shinam-xona va yaxshi sharoitda ishlayapman. Kodialning menga yoqqan taraflari bu yerdagi ustoz va o'quvchi o'rtasidagi iliq munosabatlar, muhit va yaxshi sharoitlar o'quvchilarni yaxshi bilim olishlariga katta yordam berar ekan. Kurs davomida qiyinchiliklar bo'lmadi emas, albatta bo'ldi. CorelDRAW dasturida ozgincha qiynaldim, lekin o'qituvchilarimning bergan bilimlari, darslari asosida CorelDRAW dasturini ham mukammal o'rganib oldim va hozirda ishda buni qo'llayapman. O'zi ishga kirishim qanday bo'lgan? Tanishim taklif qilgan va suhbatga borganman. U yerda men portfoliyomni ko'rsatganman va ularga ma'qul kelganligi uchun ishga qabul qilinganman. Dastlab sinov muddati asosida ishga qabul qilinganman va ish mobaynida o'zimni yaxshi ko'rsatganligim tufayli shartnoma asosida ishni boshladim. Hozir maosh olishni boshlaganman. O'zi ishga kirishda eng katta omil nima? Bu portfolio. Ustozim Jasurbekga bergan bilimlar tufayli portfoliyomni kuchaytirib, hozirda o'sha portfolio bo'yicha ishga joylandim. Meni bo'lajak dizaynerlarga beradigan tavsiyam nima? Portfoliyongizni kuchaytiring. Portfolio dizaynerning yuzi hisoblanadi va tashqaridagi kompaniyalar ham portfolioga qarab dizaynerga baho beradi. Bu darajaga yetishimda katta yordam bergan ota-onamga va ustozimga Kodial akademiyasiga minnatdorchilik bildiraman. Xayr, salomat bo'ling.